hazil huzul qilgani bilan men aytganimni qilmaydi u dedim. Prosta bu TikTok platformasida ashaqa prikol qilib hazil huzul qiladi xolos dedim. Men uni onasi emasman, xotini emasman, hech kimman men unga dedim. Men dedim yig'dirib bera olmayman dedim. Ha aytib beraman dedim. Men aytmadim. Nima qilaman birovi hayotiga men unga ham majbur emasman, bunisiga ham majbur emasman aytib. Keyin bir aytdi, ikki aytdi. O'sha narsa bo'lmadi. O'zbekistonga keldi. Misol uchun keldi, boshqa qildi. O'tirdi. Qarasa uyololmadi, hech kim ehson yig'ib berilmagandan keyin bu tema chiqyapti. Lekin ikkovlang ham yoshmasdilar. Yo'q, opa, misol uchun WhatsAppda. hozir menga prosta alam qiladigan joyi, tegib ketgan joyi, chiroyli hurmatini qilyapman. Opa, bo'ldi qiling. Nima gapingiz bo'lsa o'ziga gapiring. Hozir mamtga chiqib, nimaga erishmoqchi bu? Otasini urgan, onasi, Shuni Odilga gapirsam, Odil menga bir nabina xafa bo'lib ketyapti. U gapirdi-yu. Otasini urgan yaxshi gapmi? Men emas, men tilim tekkan-yu, menga qo'yganim bor. Men TikTokka tirikchilik uchun kiraman. Ko'timdan shaltag'im oqyapti, 3 ta bolam bor. To'g'risi gap aytam, agar men Odilga aytib, boshqa qilib, go'sht olib, bir kilo go'sht olib yeganim esimda yo'q. O'sha Odilga ayttirib, agar pul yig'dirib berib, men anaqa qilganimda mendan yaxshi odam yo'q edi o'sha xotin uchun. Boshqa gap bilmayman. Agar men shu pulni yig'dirib berib, anaqa qilganimda mendan yaxshi odam yo'q edi. Men Odil bilan vobshe salomaligim ham qolmagan, hech baloyim qolmagan. Men o'zim hayotimda tinch yashab yurgan odamman. Menga vobshe hech kim kerak emas, menga umuman. TikTokka kirsa hech qachon hammamizga bir bo'ydoq bolalar urmaydi. Hammasini ham oilasi bor, hammasini ham bola chaqasi bor. Hammasini orttirib uradi. Beta hozir birovi padarka urganini gapiradigan ko'ti yo'q hech kimmi? Hamma bitta maqsadda kiradi, padarka olish, pul ishlash. Aka deydi, nima desa, dada ham deyorishyapti-ku padarka urgan odamlarni. Yo, men должен emasman-ku, hozir nimaga men ovozimni o'chirib qo'yding deydi. Men долженman uni ovozini eshitib o'tirishga. Yeb qo'ygan joyim bor bunda. Yo'q bo'lib ketgan narsani qichityapti-da Guloba. Vobshe yo'q bo'lib ketgan narsani kavlayapti hozir. Даже salom alik qilmay qo'yganman mana shu Odil bilan. Bilaman men. Kecha efirimga kirib 500 ta padarka urib qo'ygan bo'lsa, может быть, endi rostdan ham 11 ta vini bor ekan, olib beringlar deb mingillayotganim uchun olib berdi shekilli. Lekin nega men shuncha sarosidan gaplashaman, bolalarini ro'zg'orini buzib tegaman, bu bilan yashayman, biron marta demagan-e. Bu dunyoda o'lim ham haq-ku. O'lim haq, pop etib bugun o'laman ertaga hammamiz qayerda o'lishimizni bilmaymiz. Menga biron marta shunga tegaman yo boshqa demagan, umuman demagan menga. Mana Odil eshitib turgan bo'lsa ham men Odil akani o'ziga ham aytmaganman, ammo oldingizda. Hammani o'zini hayoti bor. Oilasi bilan yashayapti, ajrashib ketgan joyi yo'q. Katta rahmat sog'oluvchi. Borilarga shukr. Ha. Bonu qachon chiqasiz? Biror kishini ulaysizmi? Ha, bittasi ulen deyapti, ulaylik, yaxshi odam. Gapi bor ekan, Bonu. Bo'ldi. Gapi bor. Bo'ldi, chiqaman opa, mana ketdim. Ketdim opa. Ha. Och. Kimda o'layapsiz? Bir minut turing. Ochdingmi? Ishi bor ekan. Mana.
Siz men tarafda turavering. Opa, Men assalomu senga alaykum. eshit birinchi meni. Sendan katta eshit. Men ani Dilya aytgandan keyin mana dadasini urdi degandan keyin unadi men dedim. O'shuni anetda yozishyapti turdi, oqpadar poqpadar bo'lgan ekan. O'sha urgan ekan deyishdi deb gapirdim bunga. Eshitdingmi opa? Mani uyimga borib, Dilya yashirib kelgan. Dadamni dajima ko'ziga tikka borib qarayotgan bo'lamasman-da. Dadamni yuziga. Men dadamni yuziga borib, daji 5 metr uzoqdan gapiraman dadamga. Dadamga men 5 metr uzoqdan gapiraman men. Eminaman, o'zi biladi. Menga undan 3 kun 4 kun oldin telefon qilyapti. Ha, opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Uxlayapman, tinchmi deyapman. Men uy olib ber, hamma qanjiqlarga yordam qilyapsan-ki, ehson qilyapsan-ki, nogironlarga ehson qilyapsan-ki. Opa, siz qayerda ishlamaydi dedim. Oyog'ingiz ishlamaydimi? Yo'q, qo'lingiz ishlamaydimi? Qayerda ishlamaydi? Biron joyda ishlamaydimi dedim. Mana shu voqea bo'ldi. Sizga mansalar hammang deyapti menga. Menga aytyapti. Sizga hammang. Nima uchun? Sabab nima? Sanlarni shunday pastda vaqtda men ko't qilib tashlayman men deyapti. Opa dedim. Man dedim, man dedim. Nogiron insonga kecha ham shunday chiqdim dedim, 17 million yig'ib berdim dedim, 15 minut ichida dedim. Lekin nogironga mayli qo'limdan kelgancha qilaman, kasal odamga, lekin men sizga qila olmayman dedim. Ana shundan keyin men pilot bo'lib qoldi. Men ikkinchidan, meni uyim yo'q debdi. Meni uyim borligini hamma xalq biladi. Xalq biladi. Kerak bo'lsa men Chalos bilan gaplashib yurgan paytimda Chalosga ham ko'rsatganman uyimni, odam uyimni ham. Yolg'on bo'lsa aytsin. Uchinchidan, men daji otamga uzoqdan gapiraman. Ollari borish yo'qqa tutsin, men uzoqlashib gapiraman dadamga. Nimaga? Men dadamni o'zim bilaman qanaqa. Dadam meni u qanday qilib qaysi kalla bilan tuhmat qilyapti bilmayman. Meni uyga borib yashab. To'xtagin, Dilyamdan yaqinsizlar. Nima WhatsAppda gaplashib olmaysizlar? Men topsizlar. Men uxlab yotgan joyimda telefon qilib turg'izyapti-ku odamlar. Dilya tema qilyapsan deb. Videolarini tashlayapti-ku menga uni. Men bu bilan buni men tinch qo'ygan, bu men tinch qo'ygan bo'lsa, 10 kundan biz bilan aloqamiz yo'q biz bir-birimizdan. Nimaga meni tinch qo'ymayapti u? Senga men 10 kundan biz aloqa telefon qildimmi yo efiringga kirdimmi men? O'zimga kelganimga 10 kun bo'ldi. Men uy odaligimda o'sha bu inson bilan gaplashmay qo'yganman. Tushunyapsizlar? Bekzod aka rahmat, 3 ta gul berdi. Kecha qasma-qasiga kirdimda, ash Dilya o'tirgani uchun padarka olib chiqib ketdim shunga. Qasma-qasiga, hozir ham kirib padarkani qasma-qasiga urdim. Tuhmat yomon narsa. U menga tuhmat qilyapti. Alloh o'zi jazosini o'zi beradi. Men bermayman unga. O'zi biladi. Qaysi kalla bilan u otasini deb o'ryapti, farzandini deyapti. Men o'zim bilaman nima qilayotganimni. O'zim yaxshi bilaman. Men qayerda yuribman, qanaqa yuribman, zakonni bilaman men. Men Allohga shukur otam duosi bilan yurgan ekanman, mana shu yerda hech qanday nima yomon bo'lib qolganim yo'qman. Men har kun gaplashaman dadam bilan. Endi u yaxshi gap basligi uchun men odil gapirdim. Yo'qda, birinchi ma'nosi so'rang opa. U gapiraveradi. Uni hamma biladi uni qanaqaligini. Uni hamma biladi. Hozir menga ulanyapman, gapir deyapman. Dash 1 sekund o'tira olmayapman men gaplashib. Qochib ketyapti mendan. Gapir deyman, qochib ketyapti mendan. Tushunib qilyapsizmi endi? Men bilan ularni qochib ketyapti mendan. Ulan Gul opa o'zi gapirsin. Nimaga men bilan gaplasha olmayapti? Nimaga gaplasha olmayapti men bilan? Men ulanmayman. Kerak emas menga. Tinchlik kerak. Agar rozi bo'lki men Dilyamdan kelishib olaylik o'zlaring. Men agar rozi bo'lki oz beraman javob. Agar rozi men o'sha insonga aytganidek qilib 2 ming yo 2,5 ming dollar pul yig'ib beradi, 25 million 30 million pul yig'ib berardim. Mendan yaxshi odam bo'lmasdi u opaya. Mendan yaxshi odam bo'lmasdi. Men seriyozno aytaman. Mendan yaxshi odam bo'lmasdi bu insonga. Uni xalq biladi o'zi. Hamma biladi uni. Necha kishi yopish ko'rmadi u inson. Mayli qo'y deyapman-da, qo'yilmagancha to'xta deyapman. Hammaga aytgandi. Muzaffar akaga, Sa'dor akamga, Nonem hamma aytib chiqqandi. Shu opaga 100 dollar qilar ekanlar. 2 ming dollar yig'ib beramiz ha dedim. Oyda oxirida shuni tashkil qiling. Qilamiz, gap yo'q. Anchadan biz ham bilamiz uy yo'qligini, deyapti. Hayduvdik biza. Shunga bir 2 ming dollar yig'ib beramiz deb maqsad qildik. Opa qo'ymayapti-yu. Uxlab yotgan joyimda telefon qilyapti akam, Sa'dor akam. Ha, Sa'dor aka desam snayper. To'g'ri o'rningizdan, ha. Qarang, o'zi siz yolg'on temalar. Men WhatsAppda telefon qilaman, dadam bilan soatlab gaplashib turaman. Tushunasizlarmi? U bo'lmagan narsani menga tuhmat qilsa, u Alloh ko'rib turibdi yolg'on gaplarini uni. Shundan keyin o'laymiz. Dilyani o'layin ekan deysiz. Men tushib tura qolaman. Nega tushib turib xafa bo'lmang, ha?
Yo, tushib turaman. Xo'p. Maqsadi nima? Bunga men 100 million xarajat qilay, u meni pulim. Meni pulim bu. Videoga Bunda yozib yozinglar. Bu bo'lmasa, boshqasi edi, lekin men bu bilan meni aloqam yo'q. Meni bir tilga aloqam yo'q.